Abu Abdurrahmon Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhudan qilingan rivoyat. Bizga o'zlari rostgo'y va rostgo'yligi Allohdan kelgan vahiy bilan tasdiqlangan zot, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hadis aytib berdilar. Albatta sizlardan har biringizning yaratilishi onasining qornida dastlabki 40 kun davomida nutfa, ya'ni bir tomchi suv holida amalga oshadi. Keyin 40 kun davomida alaqa, ya'ni lahtaqon holatida bo'ladi. Keyin 40 kun davomida mudg'a, ya'ni bir parcha go'sht holatida bo'ladi. So'ngra unga, ya'ni homilaga bir malak farishta yuborilib, 4 ta so'zni, ya'ni ishni yozish buyuriladi. Rizqi, ajali, ya'ni umri, amali, ya'ni dunyoda qiladigan ishlari, baxtli yoki baxtsiz bo'lishi. Undan o'zga haq iloh bo'lmagan Allohga qasamki, sizlardan biringiz jannat ahlining amalini qilib boraveradi, hattoki u bilan jannatning orasida bir ziro masofa qoladi. Shunda unga yozilgan kitob, ya'ni taqdir yetib keladi va do'zax ahli amalini qilib u yerga kirib ketadi. Va yana sizlardan biringiz do'zax ahlining amalini qilib boraveradi, hattoki u bilan do'zaxning orasida bir ziro masofa qoladi. Shunda unga yozilgan kitob, ya'ni taqdir yetib keladi va jannat ahli amalini qilib u yerga kirib ketadi. Buxoriy va Muslim rivoyati.